bilmadim, inson yoshi ulg'aygan sayinmi, menda ham xuddi shunaqa bo'lyaptimi, ko'proq shifokorlar bilan suhbatga chog'lanyapman. Balki sog'lig'imni qadriga yetishni boshlaganim uchundir. Sog'lom hayotni qadriga yetishni boshlaganim uchundir. Yana kim bilsin deymiz. Bugun ham studiyamizda shifokor. Assalomu alaykum. Bu o'zimizning gap. Studiyamiz mehmoni esa ko'pchiligimizga juda ham yaxshi tanish bo'lgan shifokor, amaliyotchi, psixolog Shavkat aka Ibragimov. Qolganini o'zlari aytadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir bora sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandman, Shavkat aka. Rahmat, men ham. Bilmadim, haligi ko'rsatuv boshida aytgan gapim bor, u yoshim katta bo'lgani sayinmikan yoki sog'lig'imni qadriga yetganim sayinmikan? Shifokorlar bilan gaplash menga qiziqroq bo'lyapti. O'zi odamning yoshi qanday kattaygan sari odamda sekin donishmandlik yoshiga yaqinlashaveradi. 50 yoshdan keyin boshlanadi donishmandlik yoshi. O'shanga yaqinlashib qoldimmi? Balkim sizda ertaroq uyg'onayotgandir. Donishmandlikmi? Ha. Aha. Yaxshi burilish bo'ldi. O'zi ayollarchi turg'an titkani donishmand bo'ladi. Rahmat Shavkat aka. Bugun siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz stress. Nima uchun aynan stress? Bilmadim, oxirgi paytda kunlar isigani uchunmi, men ko'proq yo'lda yuraman va yo'lda ham hattoki o'sha stress sezilyapti. Haydovchilar asabiyroq, bir-biriga avvalgidan ko'ra yo'l berishlar, yon berishlar kamroq. Men shunchaki oddiy yo'ldagi holatni aytyapman masalan. Lekin umuman hayotimizda stresslar har kuni biz bilan birga. Qanday qutulish? Faqat qanday qutulishdan oldin qanday stressga tushmaslik? Yashang. Shundan boshlab bir tavsiyalaringizni bering. Demak, keling shu ruldagini aytaylik. Hozir hammamiz rulda yuramiz, deyarli. Demak, har xil stressiy holat bo'ladi. Stress holatlari bo'ladi. Masalan, oldingizdagi ketayotgan mashina chirog'ini yoqmasdan oldingizga kiradi yoki yana bir harakat qiladi, tormoz bosadimi, xullas ko'ram odamni jahlini chiqaradi. Shuning uchun keling buni 3 ta darajasini ko'rib chiqaylik. Shunga munosabatni. Ya'ni mana shu holat stress holati deyiladi. Endi shundan chiqib ketishni 3 ta holati bor. Birinchisi bu oson va tez chiqib ketish mumkin bo'lgan narsa va buni nafaqat rulda, balkim har doim hayotda ishlatsak bo'ladi. Bu hamma uchun taalluqli narsa. Ya'ni tasavvur qiling, odam stress holatida, birinchidan keling aytaylik, nima uchun chiqib ketish kerak stress holatidan? Tezda chiqib ketish kerak. Nima uchun deganda, stress degani so'z, stressda qon tomirlari torayadi. Qon tomiri toraydi degan so'z, boshda qon tomiri toraysa bosh og'riydi, migren bo'ladi, ko'proq siqib tursa ishemik insult bo'ladi. Yurakda stenokardiya bo'ladi, infarkt bo'ladi ko'proq siqib tursa. Oshqozonda gastrit, ko'proq siqib tursa yara bo'ladi. Bachadonda mioma bo'ladi. Butun tananikini qilsa qon bosimi oshadi. Demak, stressdan ko'p yurish mumkin emas, undan tez chiqib ketish kerak. Birinchi eng oson yo'li, ko'zguning oldiga kelasiz. 5 daqiqa ko'zguga qarab tabassum bilan turasiz. Shunchaki hech narsa gapirmasdan. Hech narsa gapirmasdan. Yelka orqaga, ko'krak qafasi oldinga, ya'ni baxt holatida biz tik yuramiz, ochilib yuramiz. G'amginda biz yopilamiz. Demak, g'amgin holatdan tana orqali chiqamiz, oynaga qaraymiz. 5 minut davomida tabassum qilib turamiz. 5 daqiqadan keyin sekin fikrimiz o'zgaradi, kayfiyat o'zgaradi. Chunki bizlarni fikrlash miyamizda shunday programma bor, har doim fikrni, kayfiyatni, tanani bir xil qilib ushlab turadi. Shuning uchun inson yuzini ko'rmasak ham nari tarafga qarab turgan bo'lsa, tanasining holatiga qarab, bu g'am holatida yoki xursand holatida deyishimiz mumkin. To'g'rimi? Xursand bo'lsa yelkasi kulyapti. G'amgin bo'lsa boshini egib, yelkalari bukchayib qolgan bo'ladi. Demak, tanaga qarab odamning kayfiyatini bilsa bo'ladi. Demak, tana orqali kayfiyatni ham, fikrni ham o'zgartirsa bo'ladi. Hali oyni aldash mumkin degani rost ekanda unda. Albatta. Bu birinchisi. Endi ikkinchisi. Xo'sh. Tushunish degani. Ya'ni bittasi ketyapsiz yo'lda, hech sizga obgonga bermayapti, o'tolmayapsiz, jahli chiqyapti-da, bir mahal shunday o'tib yoniga shunday qarasangiz, qari bir keksaygan chol arrang mudrab ketyapti-da, zo'r haydab ketyapti. Bunga qaraysiz, ichingizda o'zingiz koyingizda. O'sha olmaysiz, hech narsa deya olmaysiz. O'zingiz aybdorsiz. E'tiroz ham bildira olmaysiz-da. Chunki u uchun shu haydashi norma. Yoki bugun o'tirgan kishi yoki ayol bugun rulga shuni yopishib olganda ikki ko'zi mana shunday qo'rqib ketyapti-da.
u bechoraga gapirsang hozir u ketib qoladi bir tarafga. To'g'rimi yo'qmi? Demak, ikkinchisi bu tushunish degani. Kecha indin o'zimiz ham xuddi shunday haydaganmiz-ku. To'g'rimi yo'qmi? Tushunish va qabul qilish ekanda. Albatta, tushunish va qabul qilish. Bitta qiziq voqea bo'ldi-da. Bir kuni ishga yarim soat qolganda mashinaga o'tirib bemalol yetib borardim u vaqtlar. Shunday chiqdim, mashinamga o'tirdim, yarim soat qoldi. Mashinamni shunday qilsam, tiq qaytdi. Akkumulyator o'tirib qolibdi. Farasi yoqib qolgan ekan. Oh dedim, chiqdim, ozgina tushunaman, ochdim kapotini, klemalarini ko'ryapman, uni ko'ryapman. Tiq hech narsa yo'q. Qo'lim kir. Soatga qarasam 20 ekan 5. 5 da dars boshlanadi. Kechikyapman. Shunda yopdim qo'limni, artimda yugurib chiqib to'xtatdim. Bitta Matiz to'xtadi. O'zim qator bir kishi ekan rulda. O'tirdim, akajon endi tezroq yurasiz. Bo'ldi dedi. Ashxobod parkining oldidan Farhod bozor oldiga ketyapmiz. G'irillab. Birinchi savoyga kelib, mana shu yerda shunday to'xtadi, oltdagi mashina tez to'xtatdi. Urib olay dedi. Aka bu men endi naqabanda shoshib turibman-da. Aka bu tentakda mana shunaqa tentaklar deb bizlar avariyaga tushamiz dedi. Unda qarata, yo'q. Oldidagi mashina tez to'xtabdi. Bu bechora majburda to'xtashga dedi. Qarang, tushunish. Ikkinchisida o'rib to'xtab turibmiz, qizil chiroq birinchi bo'lib turibmiz. Bu tarafdan shunday bitta mashina keldida, u yoqqa qarata g'irr etib o'tib ketdi. Mana qarang, hamma zatyumlonga qilingan vaqt hali yo'q edi, 09 edi. Qarang, mana shularda avariya qilading, qizilga ham o'tadimi dedi. U bo'lsa, yo'q, bu ishdagi odamlar-ku, srochni naqasi chiqib qolgan, majbur uyingizga ham chaqirganingizda tez yetib keladi-ku ular. Chaqiruvdagi odamlar. Ha, mayli dedim. Borgunimcha 5 marta men portladim, 5 marta menga muzday suv quydi. Borib eshikni yopyapman-da, kimga ustoz, kimga shogird deyapman-da. Shuning uchun mana buni tushunish deydi. Hayotimizda bo'layotgan hamma narsa bu faqat shu inson uchun ssenariy kabi yaratiladi va har bir voqeani, masalan, negativ voqeani bizlar to'g'ri xulosa qilib, shuni yechimini topsak, tagidan hikmatini olamiz. Keyingisiga o'tamiz. Da? Ana shuning uchun har bir insonning hayotida tasavvur qiling, masalan, bir ko'chada yashashyapti, masalan, 40 oila, uy, 40 ta uy ham. Hammasi hayoti har xil. Bo'lmasa bir yerda yashayapmiz. Lekin hammasining uyi har xil, hayoti ham har xil. Chunki ularning fikri har xil. Bir marta shunday bir odamni uchratdim-da, gaplashib o'tiribmiz. 1,5 minutdan keyin gaplashishni gapimiz qolmadi. Yomon bo'ladi shunaqa. Shuni qarab o'tiribman-da. Yo tavba deyman. Unday desam ha deydi, bunday desam ha deydi-da. Men biladigan narsa odamga hamma narsa, u ham biladi-da hamma narsani-da. Biz qarab turib kulyapmiz, endi nima haqida gaplashamiz deyman, u ham bilmayman deydi. Qancha qiziq narsa-da bu. Shuning uchun har bir hayotimizni, o'zimizni hayotimizda bo'layotgan hamma narsa biz uchun yaratilib, bizni sekin saviyamizni ko'tarib, odam qilishga olib keladigan hayot bu. Shuning uchun qancha ko'p analiz qilib, tahlil qilib yursangiz, shuncha zo'r bo'ladi. Qanchalik haqiqatga yaqin bo'lsa, shunchalik ishimiz yengillashib ketaveradi. Lekin qanchalik uzoq bo'lsa, arzimagan bitta narsaga ko'p harakat qilib, birov osongina erishadi. Biz qiyin erishamiz. Nimaga shunaqa? Qiyin erishamiz degani, biz hali unga munosib emasmiz. Demak, katta pulga, katta baxtga, katta omadga ham munosib bo'lish kerakmi shunda? Albatta. Mana masalan qarang-da, 14 yashar o'g'lingiz bor. Hech qachon mashinani kaltini berib, mehmonlarni olib borib qo'ying deb aytmaysiz. Lekin ertaga Xudo xolasiga 18 ga to'lib, haydovchi guvohnomasini olsa, kaltni berib, o'g'lim borib ketasiz. Lekin kimnidir bir o'g'li, 18 yashar o'g'li, ozgina ko'chada yuradigan, gaz bozi orqasida g'ildiraydi, tutun chiqaradigan bolada, dadasi unga o'lganda ham bermaydi kaltni. 30 yoshda ham bermaydi, agar shunday bo'lsa. Demak, gap yoshda emas, odamning katta kichikligida, dunyoqarashi uni, fahm farosati, hayotida bo'layotgan har bir yaxshi narsaga xursand bo'lib, yomon narsaga tagidan hikmat qidirib yuraversa, u hech qachon stressga tushmaydi. Hozir yaxshi eslatdingiz. Endi stressga tushmaslik uchun bitta sabab tahlil qilish ekan, buni bildik. Chunki boshida savol beruvdim-da, stressga tushmaslik uchun o'zi nima qilishimiz kerak edi. Birinchi sababi bu holatni tahlil qilish va qabul qilish ekanda, bunda o'ylab qarasa. Tushunmovchilik bo'lgan yerda jahl chiqadi. Agar odam tushunsa, jahli chiqmaydi. Har qanday emotsiya, yaxshi ham, yomoni ham,
tushunmaslikdan kelib chiqadi, bilmaslikdan kelib chiqadi. Agar bilsa, kayfiyat deyarli o'zgarmaydi. Yo'q, endi shu ketaki, siz tushunaversangiz hammani, siz hammani tushunaversangizda, qaysidir momentda shunaqa xohlab qolasiz, siz ham tushunishlarini kerak bo'lsa. Siz ham kayfiyatingizni va ko'nglingizni hisobini olishlarini xohlaysiz. Masalan, siz kichkina bolalardan, 5 yoshar bolalardan shuni talab qilasizmi? Xohlaysizmi? Yo'q. To'g'rimi, yo'qmi? Qaytaga siz ular bilan. Shuning uchun qancha tahlil qilib, qancha xulosa qilib qilaversangiz, sekin-sekin astalik bilan ko'nglingizni olishiga yoki sizni maqtashingizga, sizni nima deydi, borligingizni e'tirof etishga o'rin qolmaydi. Tushunishim bo'yicha biz e'tirof etilishni istaganimiz uchun ham ba'zan hali ko'nglimiz nozik bo'lib qolar ekanda. Shuning uchun odamlar ham har xil o'zini rivojlanish darajasida. Birinchi sinf yomon, 10 sinf yaxshi demaymiz-ku. Birinchi sinf ham o'syapti. Shuning uchun yaxshi yomon odamning o'zi yo'q. Faqat ancha o'sgan odam bor, endi birinchi sinfga kirgan odamlar bor. Shuning uchun ular yaxshi ham emas, yomon ham emas. O'sib o'tib ketganlar ham yaxshi ham emas, yomon emas. Sigir, ichki. Bu yerda hech narsa yotgan narsa yo'q. Shuning uchun agar buni to'g'ri tushunadigan bo'lsak, umuman birovdan ranjish yoki koyish degan narsani o'ziga ham sekin-sekin o'rin qolmaydi. Shokidagi psixologligingiz xalaqit bergan paytlar ham bo'lganmi? Hozircha yo'q. Men o'ylab qolaman-da, haddan tashqari odamlar psixologiyasini yaxshi bilisham xalaqit berarmikan? O'zi aslida psixologiya deganda aslida sal chuqurroq kirsak, borligimizni o'rganish. Ya'ni birinchi navbatda o'zimizni o'rganishimiz va o'zimizni ham atrofni o'rganib, o'zimizni yana chuqurroq o'rgana olamiz. Shuning uchun bunday olib qaraganda bu hayotni, insonni, chunki butun borliqdagi eng nima deydi, mukammal va buyuk bu insondir. Shuning uchun qanchalik insonlarni to'g'ri tushunib, ularni hayotda bo'layotgan narsaga to'g'ri baho berib, ularga agar yordam bera bilsak, bu katta gap. Siz shifokorsiz, psixologsiz, ya'ni sertifikat bilan qayerdadir 3 oy o'qib turib psixolog bo'lib qolganingiz yo'q. Bizlar institutda ham o'qiganmiz, meditsina psixologiyasini, undan keyin alohida yana nizomiyda. Yana o'qildi va 24 yillikdan ortiq tajriba bor aynan psixologiya yo'nalishi bo'yicha. Psixologlar bekorga psixolog bo'lmaydi, o'zlari ham sal g'alatiroq bo'lishdi. Mendan xafa bo'lmang, shunaqa deb qolishdi-da hozir. Nima savolinglar bor? Har doim aytishadi. Biz ham savolimizni bering deb hamkasblarimda, "Xo'p, nima savolinglar bor? Hozir mana psixolog bilan suhbat qilaman." Nimaga psixologlar o'zlari ham sal g'alatiroq bo'lishadi degan savol berishdi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bugun psixobiznes rivojlanib ketdi. Ya'ni psixologman deb biznes qilayotganlar, qo'shtirnoq ichidagi psixologlar ko'payib ketdi. Bu ham hamkasblarim gaplari, so'rang shuni deb. Oilasi yo'q, turmushi izga tushib ketmagan, turmushi saramjon bo'lmagan psixologman deganlar qanday yashashni er-xotinga o'rgatishyapti dedi. Bilmayman, bular hammasiga sizni fikringiz, izohingiz, tahlilingiz kerak bo'lsa, birinchidan ustozsiz, shogirdlaringiz ko'p. Ikkinchidan, siz shu sohani odamisiz va siz diplomli mutaxassissizda gapirishga haqli, o'rinli. Sizda bormi stressdan kelib chiqish nimaga deganimizda tushunish edi. Bunda olib qaraganda tikuvchilar ham har xil, o'qituvchilar ham har xil. To'g'ri. Masalan, men kecha noto'g'ri bir ish qildim, bir odam qattiq xafa qilib qo'ydim. Bugun shuni tushundim, kecha noto'g'ri ish qilganimni. Nima uchun kecha men noto'g'ri ish qildim degan o'zimga savol beriladi. Nima uchun deganda kecha men noto'g'ri ish qilayotgan paytimda 100% haq deb bilganman o'zimni. Chunki informatsiyam masalan 5 ta bo'lgan shu sohada. 5 ta informatsiya bo'yicha men to'g'ri aytyapman, bu odam noto'g'ri qilyapti deb kecha bilan xafa qildim. Bugun 6-chi kelib tushdi-da, analiz qilsam hammasi noto'g'ri ekan. Yugurib bordim-da kechagi odamdan kechirim so'radim. Demak, bundan chiqdi, odam bir ish qilyaptimi, shu qilayotgan paytida o'zini 100% haq deb biladi. Lekin bilib turib qiladiganlar bor, ha? Ana shu bilib turib qilgan odam bor-ku, shuni qilmaslikkacha irodasi yetmaydi. Demak, uni ham tushunishimiz kerak. Yomon odam o'zi yo'q-da. Voy, hammani tushunsiz. Hammani tushun, anuni tushun, mamuni tushun, xato qilganini tushun, ayb qilganini tushun.
u mani ruhiyatimni buzib qo'ysachi, ya'ni mani ruhiyatimga, ko'nglimga, hayotimga salbiy ta'sir qilsachi, haligi qo'sh tirnoq ichidagi psixologlarni aytyapman-da, nechta odamlarni hayotiga salbiy ta'sir qilishi mumkin deganda, siz hozir psixolog sifatida zo'r ish qildingiz, ya'ni hamkasblaringiz yomon ham demadingiz. Qo'sh tirnoq ichidagi hamkasblar tushuning uni, qo'ying o'z holiga. Boshqa narsa haqida gaplashaylik dedingiz-da, menga aytmasdan turib aytdingiz shu narsani. To'g'rimi? Lekin aslida shunday-ku. Aslida hayotning o'zi shu-da. Ichki holatimizga bizlar hozir shuni qaysi biriga bizlar munosib bo'lsak, hayot bizlarni shunga olib boradi. Hech qachon xirapashani bizlar aybdor qilmaylik. Xirapasha keladi hayotimizga qachonki biz shunga munosib bo'lsak. Shuning uchun boya siz aytganingiz to'g'ri, bu oddiy yondashish. Oddiy yondashganda uni yechib bo'lmaydi muammosini. Agar chuqurroq qolib, buni tagi bilan o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'zimiz o'zgarishimiz kerak. Endi qarang, siz hozir aytyapsiz-da, xirapasha biz unga munosib bo'lgan paytimizda keladi. Ya'ni biz shu qadar haligi yaxshi bo'la olmay qoldik, negativlarimiz ko'payib ketdi xayolimizda, fikrimizdagi bizga suhbatdosh bo'lib xirapasha kelib qoldi. Qarang, bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimiz orasida hozir aynan shunday xirapasha uchrab yoki deylik hayotida qandaydir negativ bo'lib, sizning gapingizdan keyin aytayaptiki, nahotki men shu narsaga munosib bo'ldim. Doktor deb hozir sizga murojaat qilishyapti. Axir meni qilgan manaqa buncha yaxshiliklarim yoki yaxshi ishlarim bor edi-ku. Bularni hisobini kim oladi, deyapti hozir. Bunga qanday izoh berasiz? Yomon odam emas-ku, lekin hayotiga shunaqa narsa kelaveradi. Yaxshi ish qilayotganida bilasiz, yaxshi ishni masalan taxminan 3 xil qilish mumkin. Yaxshi ish qilyapman, bilib qo'y shuni ichida o'ylayapti. Ikkinchisi yaxshi ish qilyapti-da, bunga e'tibor bermayapti. Uchinchisi yaxshi ish qilyapti-da, shuni menga ruxsat qilib imkon berib qo'yganingga rahmat deb qilyapti-da. Ya'ni yaxshi ish qilgani bilan hammasi bir xil bo'lgani bilan ichki holati qanaqa? O'sha ishni qilayotgan paytda. Albatta, fikri qanaqa? Bilasiz-ku, oshni hammamiz pishiramiz. Lekin kayfiyatingiz yomon bo'lsa, yomon chiqadi, kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, shu masalliqdan shunaqa shirin paydo bo'ladi, osh chiqadi. Shuning uchun ichki holatimiz. Shu narsaga ko'p odamlar umuman e'tibor berishmaydi-da. Axir odamning ichki holati uning hamma vaziyatini sekin-sekin yaratadi. Hammamiz xatolashamiz, qoqilamiz, yiqilamiz, hech qisi yo'q. Bu hayot, bu sinovga kelganmiz biz bu yerga. Odam bo'lish uchun kelganmiz. Yiqilganda o'tirib olib, yig'lagandan ko'ra turib ustini qoqib, Xudoga shukr, ishog'im yirtilmadi deb ketish. Agar yirtilsa, Xudoga shukr, faqat shimim yirtildi, oyog'imga lat degani yo'q. Agar oyog'i yirtib qon chiqib ketsa, Xudoga shukr, suyagim butun-ku deb, sinsa, Xudoga shukr, bitta oyog'im sindi-ku debda. Ya'ni har bitta narsada tegida yaxshilik bor-da. Biz shuni chuqurroq o'ylab, shundan chiqarib olishimiz kerak. Hozirgi bugungi zamon odamlarini chuqurroq o'ylashga o'zi vaqti ham ko'p emas. Chunki informatsiya ko'p-da miyamizda, atrofimizda, gadjetimizda, televizorda, qo'yingki bizni o'rab turgan borliq borki, bundan 20 yil avvalgidan ko'ra bugungi informatsiya, ya'ni bizga kelayotgan ma'lumotlar soni bo'yimizdan balandda. Uni hammasini ichida ulgurib yashab qolish kerak o'zi birinchidan. Ikkinchidan uni qabul qilib kerak emasini qaytarib berishga ham vaqt ketadi. Ya'ni o'ylab tahlil qilish deganda balki shuning uchun bugungi odamlar stressdadir, haligi tahlilga vaqti bo'lmagani uchun ko'proq stressdadir degan fikr keldi. Shu qizil olma qiziqda. Sevgi bor. Umrida sevmagan insonga sevgi deb aytchi desang, sevgi deydi. Yo'q, sevgi deb ayt. Sevgi mendan nima istaysan deydi. Lekin hozir sevib yurgan bor-ku. Sevgi deb aytchi desang, "O, sevgi" deb prям shu ichiga kirib ketadi, to'g'rimi yo'qmi? Chunki sevgi bu qalbga taalluqli bo'lgan his-tuyg'u. Agar bizlar o'zimizni, aqlimizni, qalbimizni bir-biridan ajratib olib, qalb nima, aql nima, qalb nima ekanligini ozgina bo'lsa ham sekin farqlay boshlasak, hammasi birdaniga joyiga turadi. Mana bu siz aytgan informatsiya ko'p, u hammasi aqlnikida. Shuning uchun ko'p faylasuflar aytadi, toki men o'ylarkanman, men tirikman degan bor. Aslida u yolg'on bo'lib chiqdi. Chunki ayrim holatlarda miyani
elektroensefalogramma qilinsa xuddi EKGga o'xshab buni ham qiladi. Bunday bitta izoliniya deyiladi, bitta chiziq beriladi. Bu komaga tushgan odamlarniki. Lekin komada emas, u odam soppa-sog'. Lekin uni ham miyasida shunaqa chiziq beriladi. U baxt holatida. Demak, to'xtang, mani adashtirib yubordingiz hozir. Mana unga qaytamizmi? Yo'q, to'xtang. Aql bilan yashash kerakmi, yurak bilan yashash kerakmi? Qalb bilan. Qalb bilan. Mana qarang. Bu oddiy narsa. Aha. Esingizda bor, Lola Qizil kitobga kirilmagan edi. Shuning uchun Lola qizg'aldoq emas, Lola. Gullagan payti maktabdan avtobusga olib chiqishlar, dalaga chiqib, esimda bor. 3 ta avtobus chiqdik. 3 ta 5-sinf bo'lsa kerak. 30 tadan bola 150 ta. Shunday to'xtadik. Bu yog'i ko'k dalalarda, hu yerda bitta ikkita Lola turibdi. 90 ta bolani qo'yib yubordi. Boyalar yugurib ketyapmiz. Bor, birinchi o'g'illar Lolani o'zi bunday bilasiz, tergamisiz? Bunday so'riladi, uzun chiqadi. Shunday yuradi-da. Keyin oda bo'ldi. Keyin qirdan nariga o'tsak, bir 200 tam 300 ta Lola. Uni terdik. U yog'iga o'tsak, hamma yoq qip-qizil Lola. Men bir quchoq Lola terib kelyapman. Shunaqa xursandman, avtobusga qarab kelyapman. Bir 400 dan 500 tada. Qarshimdan sinf rahbarim chiqdi. Yoshlar katta kishi edi. "Ha, Shavkat" dedi. "Terib kelyapsanmi Lola?" dedi. "Ha, domla qarang, shuncha terdim" dedi. Ularning qo'llarida bittagina Lola. Mana men ham bitta Lolani, chiroyli Lolani ko'rib shuni oldim dedi. "Sen shuncha teribsan" dedi. "Lolani nechta bargi ekanligini ko'rdingmi?" dedi. "Har bir bargin tagida qora tarafi bor ekanligiga e'tibor berdingmi?" dedi. "Ichiga qarab, ana bu nima deydi, otasi, urug'i, onasi bor-ku, shularni sanadingmi, nechta bor ekan?" dedi. "Hidlab ko'rdingmi?" dedi. Unda qarasam, men 200 300 ta Lola teribman-u, soniga e'tibor beribman-da, sifatiga e'tibor bermayapman. Keyin men jim bo'lib qoldim, lol qoldim. Domlam aytdi. "Men" dedi, "mana shu bitta Lolani ko'rdim" dedi. "Oldim" dedi. "Mazza qilib, tomosha qilib ketyapman" dedi. "Mayli, boraver" dedi. Shunda o'tib ketdim, boya Lola deb kelgan Shavkat, u yoqqa avtobusga yana bir 500 metr qoldimi? O'ylab ketyapman-da. Avtobusga kirdik. O vaqtda Lvov avtobuslari, ikki tarafidan o'rtasi chuqur. Shu hammamizga tars tashlayapmiz, dasta Lolalarni. Keyin ovqatlandik, yana qaytadan ustidan yuribdi bolalar. Qaytib kelganimizda men bir ichidan 2 tami, 3 ta butun Lolani topdimmi, yo'qmi? Hammasi oyog'im tagida boyagi kasha bo'ldi-da. Shuning uchun aql har doim yana ko'proq ko'r, yana ko'proq, yana keyin naqani o'qi, yana balkim chiqib qolar, balkim deb xuddi bizlarni ana bu ho'kizning burniga halqa solib tortib yuradi-ku, xuddi shunga o'xshab bizni tortib ketyapti-da. Xuddi ko'p narsani bilsang zo'r bo'ladi degandayda. Unday emas. Agar bitta narsani sifatini bilsak, shuni o'zlarini ko'tarib yuboradi. Bir kun darsimda bir yigit o'tiribdi. Qandaydir hammasidan farq qiladi-da. Kiygan kiyimmi, kostyum kiyib olgan lekin. Bu qo'li kattami yo bunaqami? Hech tushunmayapman. Yuzi ham-da hech bunda o'xshamaydi-da. Hayron qoldim. Endi savol javob bo'yapti. Mana o'tiribdi. Qo'lmonni ko'taradi. Ha, ukajon ayting desam, tars aytadi-da, 10 ga uradi. Javobi 10. O'q dedim. To'g'ri kelib qoldi-yu dedim-da. Qabul qilmayapman. Boshqalarga savol beryapman. Yana bunday donlar ruxsat aytdi, yana dom aytib 10 ga urdi. 5 marta 10 ga urdi-da, 5 tadan. Keyin ukajon, yoshlar bir 28-29 larda. Siz nima bilan shug'ullanasiz dedim-da. Men dedi, podachiman dedi. Jizzaxdan kelgan ekan. Men podachiman dedi. O'xshamaydi podachiga-da. Ilm g'ij. Bilinib turibdi-da shunday. Podachimansiz desam, men podachiman dedi. Sekin o'rgangansiz. Bunda qo'llariga qarasangiz, haqiqatan dalada yurgan odam qo'lida. Men Shavkat aka she'r ham yozaman dedi. Qani bitta o'qing desam, shunaqa she'r aytib ketdi. Endi g'azallarga o'xshaganda, yo tavba dedim-da, yoqamni shunda ushladim-da. Boyagi shunaqa rohat qilib, har kuni bitta she'r aytkazardim-da. Qanday bu narsaga kirdi desam, men dalani yaxshi ko'raman dedi. Menga deydi qo'ylarni boqish podachilik deydi. Bu deydi shunchaki bahona deydi. Men yolg'izlikni yaxshi ko'raman deydi. Mazza qilib deydi. Osmonga qarayman deydi. Oq bulutlarni kuzataman deydi. Shamolni eskani his qilaman deydi. Qarang, bu hammasi qalbniki. U
qalbini shunchaki rivojlantirganda beryapti unga. She'rlar beryapti, hamma narsa aqlan beryapti, kelib yotibdi. Gap so'zi ham har qanday savolga taq javob beradi. Shunda men lol qoldim shu yigitga. Lol qoldim. Mana shunda tushundim. Qalbi ochiq inson shu ekanda. Wi-Fi ishlab ketadi, internetdan kelaveradi. Ona aytadiki, ilhom keldi. Siz juda yaxshi bilasiz. Ilhom keldi deganda she'r keladi. She'rini hech qachon o'tirib, endi bunda yozish kerak deb keladi. Yozib olish kerak. Bir narsa salfetkami chizib bo'lsa ham yozadi. Hozir ketadi. Xuddi shunday musiqa ham xuddi shunday. Ya'ni haqiqiy musiqani yoki she'riyatni to'qimaydi hech kim. Unga tayyor keladi. Tayyor keladi qachon? Biz shunga munosib bo'lsak. Siz dars deyotganingiz, demak bu konsultatsiyaga o'xshagan jarayon, ya'ni o'zini anglashga yordam berasiz, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilamiz. Targ'ib qilasiz. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda to'g'ri ovqatlan, to'g'ri yur, toza suv ich deysizmi, nima deysiz? Albatta, masalan, ovqatlarni ham tanlab yeyish. Qanchalik biz tabiiy ovqat yesak, shunchalik tanamiz ham sog'lom bo'ladi. Tanamiz bu bizga vaqtincha berilgan mashinaga o'xshagan narsa. Jonimiz abadiy. Qora yerdan yaratildi, ertaga vaqt soati kelganda boradi joyiga. Mana shu bizlarga berib qo'ygan mana shu tanani bizlar imkon qadar qancha sog'lom ushlasak, shuncha ko'p yashab, shuncha bu yerda ko'p dars o'tib ketamiz. Ko'p nima deydi, donishmandlikka yaqinlashamiz. Shuning uchun tanamiz sog'lom bo'lishi kerak. Shavkat aka, qarang, shunaqa bugun ko'p qiziqarli va manfaatli ma'lumotlarni bildik. Shavkat aka, kayfiyat uchun rahmat. Kerakli, manfaatli, foydali ma'lumotlar uchun rahmat sizga. Bilasiz, biz sizdan manfaatli informatsiya olgimiz kelsa, darrov sizga qo'ng'iroq qilamiz. Shavkat aka, kela olasizmi deb. Shuning uchun o'ylaymanki, hali yana taklif qilamiz sizni ko'rsatuvga. Ishlaringizga rivoj, eng asosiysi xalq, el, millat salomatligi yo'lida, sog'lom turmushni targ'ibot qilish yo'lida sizga kuch-quvvat tilaymiz. Rahmat. Siz esa tomoshabinlarimizga fikringiz, tavsiyalaringiz? Hurmatli tomoshabinlar, hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar bilingki, bu bizlarni o'sishimiz uchun, ya'ni oldiga qarab o'sishimiz uchun, yana ilmimizni oshirishimiz uchun hayotimizda shu narsalar sodir bo'lyapti. Agar bunga hamma qator yondashadigan bo'lsangiz, unda odam tushkunlikka tushishi mumkin, yana o'ziga yomon taraflariga, dardgacha olib boradigan narsa bor. Lekin har bitta narsada hikmat qidirsangiz, odam mazza qilib yashaydi va unaqa qiyinchilik borgan sari kamayib ketaveradi. Shuning uchun har bir narsani tagida hikmat qidiring. Tibbiyotda yuqumli kasalliklar bor, infeksion kasalliklar deyiladi. Yuqadi. Havodan yuqiladi, tomchi orqali deyiladi, havo tomchi shaklida, qondan deyiladi yoki muloqot, yaqin muloqotdan deydi. Lekin psixologiyada yuqumli bo'lgan narsa bor. Bu kayfiyat. Haqiqatda Shavkat aka bilan ikkinchi bor suhbat qilayotgan bo'lsam, bulardan keyin o'sha bir kun yana mana shunday tabassum bilan yuraman-da qanaqadir. Bu ikkinchi marta. Hozir kirishingiz bilan to'g'ri, menda ham kayfiyat u qadar zo'r emas edi, lekin siz bilan muloqotdan keyin bilyapman sekin ochilayotganini. Hozir ko'rsatuv oxiriga kelganda tabassum quloqlarimgacha cho'zildi. Bu degani yaxshi ta'sir qildingiz ruhiyatimga, kayfiyatimga va yuqdi yaxshi kayfiyat degani. Shavkat aka, sog' bo'ling. Siz ham agar qo'lingizdan kelsa, atrofingizga yuqtiradiganingiz faqat yaxshi kayfiyat, pozitivlik va ko'tarinki ruh bo'lsin. Bu o'zimizning gap. O'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.